Endi yozish kerak. Hop, e, demak matrisalarni mana bu yerda indeksiga qarab qaysi element ekanligini aniqlashimiz mumkin ekan. Mana masalan, mana bunda demak barchasini demak birinchi indeks 2, mana 2. Demak bu ikkinchi satrga tegishli elementlar ekan. Hop. Bunga o'xshash demak matrisani demak mana bu demak A1 A2 hokazo demak mana bu elementlarni qaraydigan bo'lsak, mana bunisi ustun elementlarni qaraydigan bo'lsak, demak bu A1 va A2 bo'lyapti. Bu yerda endi ikkinchi indekslari bir xil bo'ladi. Demak bu birinchi ustun elementlari deb tushunishimiz kerak ekan. Umumiy holda yozishimiz mumkin. Umumiy holda matrisani demak mana bu ko'rinishda yozilar ekan, yozish mumkin ekan. A M N bu degani M ta hop, satr n ta ustundan iborat bo'lgan nima ekan? To'g'ri to'rtburchakli matricha deb aytilar ekan. Mana shunda yoziladi. Yuqoridagi matrichani demak A2 bo'ladi endi. A2 deb yozishimiz mumkin ekan. Xo'p, demak bu degan ikkita satr, uchta ustundan iborat bo'lgan matricha. Umumiy holda demak mana bir ikkinchi formula orqali matricha mana bunday yoziladi mana. Mana matrichani yozilishi, matricha belgisi bu dumaloq qavs yoki ba'zi adabiyotlarda mana bunaqa ham belgilanishi mumkin. Ikkitalik parallel chiziq bilan ham belgilashi mumkin. Birinchi ham yozilishi mumkin. Parallel chiziq. Bunday yozsa bo'ladi, lekin biz mana shu bo'yicha mana shuni kesib olamiz. Mana shunga. Xo'p, demak endi ana bu yerda yuqoridagi aytganimizga ko'ra, demak mana bu birinchi satr, hamma birlar mana bir, mana bu ham bir, buni hammasi bir. Demak birinchi satr deganimiz ekan. Mana bu 2, bu ham birinchi indeks 2, hammasiniki. Yani ikkinchi nima ekan? Satr ekan. Hokazo mana bu M, mana bu ham M, bu ham M. Demak birinchi satr hammasida ana shular, demak birinchi satr, ikkinchi satr va m'inchi satr deb aytiladi. Xuddi shunday mana bu demak birinchi ustun hammasi bir, mana ko'ryapsiz, mana yerda bir, bu ham bir, bu ham bir. Demak birinchi ustun, bu ikkinchi ustun, bu ham ikkinchi ustun, bu ham ikkinchi ustun. Mana bu demak n'inchi ustun, mana bu n'inchi ustun. Demak bu n'inchi ustun ekan. Demak bu m ta satr, m ta ustundan iborat bo'lgan matricha deb aytiladi. Hop, qisqacha mana shu matrichani mana bunday ko'rinishda yozish mumkin. Ya'ni A M N barobar A I G. Bu yerda demak A I G bo'lsa, demak buni I demak birdan M gacha ana bu yozuvning ma'nosi pastda yozilgan nima bilan, snoska bilan G demak birdan M gacha o'zgaradi. Ya'ni mana bu birinchi indeks o'zgaradi. Birdan M gacha, ikkinchi indeks o'zgaradi, birdan N gacha. Mana bu yerda demak o'sha chiziq mana bu chiziq nima ekanligini qisqacha yozib mana buni bildirar ekan. I degani 1, 2, 3 va hokazo M gacha o'zgaradi deganimiz. Mana shuni yozadi. 1 tepada chiziqcha M. Hop. Endi yana ta'rif beramiz. Hop, agar demak Mn matritsada, yuqorida mana matritsada demak biz M teng emas N ga bo'lsa, ya'ni har xil bo'lsa, M bir-biriga teng bo'lmasa va birga ham teng bo'lmasa, bu holda bu to'g'ri to'rtburchakli matricha deb aytilar ekan. To'g'ri to'rtburchakli matricha. Hop, bu demak har xil, masalan 2, 3, 5, 4 ana shunday bo'lsa, demak bu to'g'ri to'rtburchakli matricha deyilar ekan. Hop, endi agar m barobar n bo'lsa-chi, ya'ni qatorlar, satrlar soni ustunlar soniga teng bo'lsa, bu holda bu kvadrat matricha deyiladi. Shuning uchun kvadrat tomonlari teng bo'ladi. Shunga demak bu yerdan satr bilan ustunlarning tengligi haqida aytishimiz mumkin, kvadrat matricha deb aytar ekan. Xo'p, m 1 ga teng bo'lsa, ya'ni m 1 ga teng bo'lsa va m 1 ga teng bo'lmasa, bu holda buni biz satr matricha deymiz. Ana bu hammasi 1 ga teng, m 1 ga teng, m 1 ga teng emas. Demak mana bu ana shundan iborat bo'lar ekan. Ana shundan iborat bo'lsa, uni biz satr matricha deymiz. Satr matricha. Xo'sh, agarda n birdan farqli n 1 ga teng bo'lsa, ya'ni mana bunday bo'lsa, bu ustun matricha deyiladi. Ustun matricha mana. Va demak ikkalasi ham 1 ga teng bo'lsa, bitta elementdan iborat bo'lgan, ya'ni A1 matricha bo'lar ekan. Mana bu yerda hammasi yozilgan. Xo'p, endi
Mana bu birinchi kvadrat matrisa bo'lgani n barobar n bo'ladi. Birinchi holatda mana bu yo'q, birinchi holatda o'zi yuqoridagi o'zi, ikkinchi holatda ya'ni teng bo'lganda mana kvadrat matrisa bo'lyapti. Mana a n deb yoziladi. Ya'ni n'inchi tartibli n ga n deyilmaydi. N'inchi tartibli kvadrat matrisa deyiladi. Mana bu bir bo'lga teng. M bir bo'lsa mana ustun matrisa bu. M ga bir demak mta satrdan iborat. Mana bir, ikki mta satr bittagina ustundan iborat. Yoki e, bittagina satrdan va n'ta ustundan, bitta ustun, ikkita ustun va n'ta ustun bo'lsa bu ustun matrisa deyiladi. Bir matrisa mana bunday yozilar ekan. Demak, mana shunaqa qilib biz matrisalarni ko'rinishini ko'rishimiz mumkin. Demak, qisqacha kvadrat matrisa ayon kabi, demak, kvadrat matrisa deyiladi. Kvadrat matrisa haqida yuqorida. Xo'p. Endi bu yerda kvadrat matrisani qisqacha yozganimizda biz demak a iz bir edan ana bunaqa qilib yozishimiz mumkin. Xo'p. Endi bu yerda matrisalar orasidagi munosabatlar. Bitta ko'raylik. Necha kishi? 14 kishi turibdi-da. 14 kishi turibdi. Yaxshi. Bular necha kishi starosta bormi sizlarda? Starosta tayinlandimi? Boran. Kim? Sarvinoz degan. Alo, bormi? Sarvinoz bormisiz? Assalomu alaykum domla, ha borman. Ha, bormisiz? 45 kishi ro'yxatdan o'tgan. 40 ga yaqin kishi bor. Ha, 40 ga yaqin, yaxshi. Ha, yaxshi. Kirishlar soni kam bo'lyapti. Shunga qarang, ogohlantirib qo'ying. Keyin yo'qlama qilib qolsalar, yaxshi bo'ladi. Xo'p domla. Xo'p, davom etamiz. Endi munosabatlar, matrisalar orasida qanaqa munosabat bo'lishi mumkin? Matrisalar orasida tenglik munosabati bir aniqlangan, boshqa katta, kichik degan munosabatlar aniqlanmagan. Shuning uchun tenglik haqida gapiradigan bo'lsa, ikkita matrisa bir-biriga teng bo'ladi. Albatta ular bir xil tartibli bo'lishi kerak. Ikkita bir xil tartibli matrica teng deyiladi agar ularning mos elementlari ana teng bo'lsa. Demak, unda teng matrisalar demak bu a barobar b ko'rinishida yoziladi. Teng matrisa deyiladi. Bu yerda misol keltirilgan matrisa a matrisa b matrisaga teng. Haqiqatda ham mana a qo'shilgan a bu 2a ga teng. Mana birinchi a bir b birga teng bo'lishi kerak. b birga. Mana 2a a plus a 2a ga teng. a minus a 0 ga teng. a bo'lingan a 1 ga teng. a ko'paytirilgan a kvadrat teng. Demak, bu teng matrisa deb aytilar ekan. Bir yozilgan, bo'lsa ko'rsatib qo'yilgan. Ikkinchi, agar matritsada, ixtiyoriy tartibli matritsada elementlari demak a, i, j elementlari matrisa demak i barobar j bo'lgan elementlari diagonal elementlar deyiladi. Diagonal element degani indekslari bir xil elementlar. Mana bu yerda masalan yuqorida diagonal elementlari mana bu matrisada deylik ana. Mana bu bir xil a1 1 a2 2 o'sha hokazo a n n bu diagonal matrisa bo'ladi. Elementlar bo'ladi mana shular. Bir xil indekslar va diagonal elementlar bo'lar ekan. Xo'p, mana bu yerda demak diagonal elementi mana bitta o'zi bo'ladi bu yerda, boshqa yo'q. Bu demak buni ishda bor. Yoki mana bu matrisada mana bu demak diagonal elementi mana bu diagonal elementi. Endi mana bu yerda m diagonal elementi emas bu. Indeksi har xil bo'lgani uchun diagonal elementi emas. Xo'p, davom etamiz. Mana bu yerda demak diagonal elementlari haqida gapirdik. Demak, diagonal elementlari indekslari bir xil bo'lgan elementlar ekan. Yuqoridagi birinchi misolimizda demak a1 1 ga teng ekan diagonal element, a2 2c kvadrat. Bu demak ixtiyor tartibli demak matrisada bo'ladi. Xo'p, endi keyingi ta'rifimiz diagonal elementlardan boshqa barcha elementlari 0 ga teng bo'lgan kvadrat matritsani kvadrat matrisa deyiladi. Diagonal matrisa deyiladi. Diagonal matrisa. Demak,
kvadrat matritslar uchun aniqlangan ekan diagonal matritsa. Ana A2 bo'lsa, demak ikkita satr ikkita ustidan iborat bo'lsa, bu demak bu noldan farqli, qolganlari nol. Bu diagonal matritsa bo'lar ekan. Mana bu yerda 3 ta demak, bu yerda ham demak ana bittasi noldan farqli nol, demak bittasi noldan farqli bo'lsa yetarli. Shuning uchun demak diagonal matritsa bo'ladi bu. Bu diagonal elementlari noldan farqli deb qaror. Qolganlari hammasi nol. Qolganlari hammasi nol. Xo'p, davom etamiz yana. Endi diagonal matritsada diagonal elementlari, o'sha diagonal matritsada diagonal elementlari birga teng, qolgan elementlari demak nolga teng bo'lsa, demak bu birlik matritsa deyiladi ekan. Birlik matritsa bu e, diagonal matritsani demak elementlari birga teng bo'lsa, diagonal elementlari bu birlik matritsa deyiladi. Ana ikkinchi tartibli uni endi kelgan buni harf demak o'zgarmaydi. Ana shu harf bilan belgilanadi bu birlik matritsa. Mana G2 bu diagonal elementlari birga teng, qolgani nol. Bu yerda mana diagonal elementlari hammasi birga teng, qolgani nol. Bu demak birlik matritsa deb aytiladi. Hammasi nol bo'lsa, demak nol matritsa elementlari nol bo'lsa, nol matritsa deyiladi. 2 tartibli nol matritsa, 3 tartibli nol matritsa, 2 tartibli demak nol matritsa deb aytiladi mana. Hop, keyingi ishimiz amallar. Amallar bajarish. Hop. Xo'p, mana bu yerda kim kirgani hammasi yoziladi. Yozib borilyapti bu darsimiz. Xo'sh, buni ham tashlashga harakat qilamiz. Katta, hajmi katta bo'lmasa, hajmi katta bo'lsa uni tashlashni nimasi yo'q. Xo'p. Demak, amallar bajarish. Matrisalar ustida amallar bajarish. Quyidagi amallar bajarish mumkin ekan. Birinchi amalimiz bu matritsa ixtiyoriy tartibli matritsani songa ko'paytirish amali. Ya'ni ixtiyoriy A tartibli matritsani istalgan A songa ko'paytmasi deb CMN lambda AEC kabi aniqlanadigan matrisaga aytilar ekan. Demak, bu deganimiz matrisa songa ko'paytirishimiz uchun bu matrisaning barcha elementlarini, shunday turuvchi barcha elementlarni songa ko'paytirishimiz kerak ekan. Masalan, mana berilgan 7A ga 7 tani topamiz. 7 ta matrisani topyapmiz. 7 ta matrisani topyapmiz. Demak, 7 ta matrisa quyidagicha topilar ekan. Ana shuni har bir elementiga 7 ni ko'paytirishimiz kerak ekan. 7 ko'paygan 2, 7 ko'paytirilgan 3, 7 ko'paygan 2, 7 1, 7 ga 4, 7 ga 5 hisoblaymiz. Mana hosil bo'ladi. Demak, mana bu 7A matritsa bo'ladi. Mana bu javob bo'ladi. Shuni demak topishimiz mumkin ekan. Xo'p, matrisalarning demak yig'indisi bunday anaqa matrisaga aytamiz. Demak, bir xil tartibli. Endi bu yerga qaraylik. Yuqori ana bu yerda ixtiyoriy tartibli edi. Ixtiyoriy tartibli edi. Endi bu yerda ana bu so'z qo'shilyapti. Bir xil tartibli deyapmiz. Bir xil tartibli AMN va BMN tartibi bir xil bo'lyapti mana. MN, bu yerda ham MN. Bir xil tartibli matrisalar yig'indisi deb elementlari mana bunday ko'rinishlarni qilinadigan, ya'ni mos elementlar qo'shishdan hosil bo'ladigan CMN matrisa tushunilgan ekan. Aytamiz. Demak, bir xil tartibli degan sharti bor ekan. Masalan, har xil tartibli matrisani qo'shish mumkin emas. Bir xil bo'lishi kerak tartibi. Mana misol keltirilgan. Ana bu tartibi demak, A matrisa tartibi 2 ga 3, B matrisa tartibi ham 2 ga 3. Demak, bularni qo'shish mumkin. Tartiblari bir xil. Buning uchun demak, mos elementlari qo'shiladida amal bajarib yoziladi mana. A qo'shilgan B demak, 1 ga qo'shamiz 8 ni, 2 ga qo'shamiz 6 ni, 3 ga qo'shamiz 1 ni. Birinchi qator bo'ladi 1 8, 2 6, 3 5. Xuddi shunday demak, bunga qo'shamiz mana buni. Ikkinchi elementga qo'shamiz ikkinchi elementni. Uchinchisiga qo'shamiz nima? Uchinchi elementni qo'shamiz da nima qilamiz? Yig'indisini yozib qo'yamiz. Demak, mana bu A qo'shilgan B matrisa bo'ladi. Qo'shish bo'ldi. Xossalari qanaqa xossalari bor?
Demak, e, matrisalarni demak soni ko'paytirish va qo'shish amallari quyidagi qonunlarga bo'ysunadi. Bo'ysunadi, tarixdan kelib chiqadi. E, Masalan, A'ni B'ga qo'shsangiz, B'ni qo'shgandan bir xil natija bo'ladi. Ya'ni kommutativlik xossasi bajariladi. Gruppalashani assosiativlik xossasi, demak, B'ni C'ga qo'shib, hozir qaranglar, mana siz 10 minutdan keyin tugaydi deyapti. Xo'sh, 10 minutdan keyin bir qaytib yana kirasizlar. Tushunarlimi? Yana bir 20-40 minut kutaylik dars, bo'lsa ulgurmaymiz. 10 minutdan keyin qaytib yana kirasizlar, kiramiz. Ikkinchi 40 minutda shu bilan tugaydi darsimiz. Hozir birinchi marta shunday o'taylik, ikkinchi marta keyin ko'ramiz. Balki bir marta qilamiz. Xo'p, bu bepul nimasi 40 minutda 10 minut qoldi. 10 minutdan keyin qaytib nima qilishimiz kerak ekan? Chiqishimiz kerak, qaytib kirishimiz kerak. Tugat degandan keyin. Demak, ana bu xossalari bor, va ochib chiqsangiz mana shunaqa xossalari bor. Distributivning xossasi. Keyin mana bu 0 matrisaga qo'shsak o'zi bo'ladi. Ikkita matrisani bir-biriga qo'shsangiz 2A bo'ladi. Ko'paytirsak nima demak 0, mana soni qo'shsak 0. Xo'sh, ayirish amali, bu qo'shishdan biz nima qilishimiz mumkin? Keltirib chiqarishimiz mumkin. Demak, bu yerdan tartib bir xil bo'lishi kerak. Bir xil tartibli degan so'zi bor. Bir xil bo'ladi. Endi bu yerda B matrisani -1 ga ko'paytirib qo'shsak, demak, yuqoridagi tarifimiz hammasi o'rinli bo'ladi. Yoki buni boshqa qilib aytganda, A dan B'ni ayirishimiz uchun mos elementlari ayriladi, tamom. Bunday yozib qo'ysak ham bo'ladi mana. Mana bir xil tartibda matrisa berilgan, mana berilgan. Ayirmasini topyapmiz. Ana 1 dan ayiramiz. 8 ni yozamiz bu yerga. 2 dan ayiramiz. Xo'sh, 6 ni ikkinchi elementi bo'ladi. Va uchinchi element 3 dan ayiramiz nima? 1 ni, demak, bu elementlarni hisoblaymiz. Demak, ana bu demak ayirmasi bo'ladi. Matrisaning ayirmasi. Xo'sh, demak, buni umumiy holda birlashtirib yozib qo'ysak, demak, algebraga yig'indisi plyus minus bir bossak ham bo'lar ekan. Mana shuni qo'yib bossak ham bo'ladi. Xo'p, endi matrisa ko'paytirish amalini hozir tanaffusdan keyin ko'ramiz. Bu sal murakkabroq bo'ladi. Buni yana aniqroq ko'rib o'tamiz. Xo'p, demak, bu yerda matrisa ko'paytirishda quyidagi algoritmlar yozilgan. Buni o'qib olasizlar, nimaga tashlab qo'yaman. Quyidagicha, demak, sxema orqali bajariladi. Buning uchun, demak, quyidagi shart bajarilishi kerak. Demak, matrisa ko'paytirishimiz uchun mana bu yerda tarifdan kelib chiqaylik. Mayli, kelinglar. Mana A matrisa berilgan tartibi n ga p va B matrisa berilgan tartibi q ga n bo'lsa, demak, ularning ko'paytmasi shunday matrisa ana bu topiladi va bu yerda, demak, sharti bor. Demak, aniqlangan bo'lishi uchun, ko'paytma aniqlangan bo'lishi uchun birinchi matrisaning, ya'ni ana bu A matrisaning ustunlarning soni p, ustunlar soni, ikkinchisi ustuna, to'g'rimi? Ikkinchi matrisaning satrlar soniga nima bo'lishi kerak ekan? Teng bo'lishi kerak. Ana shu holatda ko'paytirishimiz mumkin. Boshqa holatda ko'paytirish aniqlanmagan. Ya'ni p pulga teng bo'lsagina ko'paytirish amali bajarilgan bo'ladi. Hozir mana bu yerda misol turibdi mana. Demak, bu yerda 2 ga 3, mana bu yerda 3 ga 3. Demak, aniqlangan bo'lishi uchun mana bu birinchi matrisaning ustunlar soni ikkinchi matrisaning satrlar soniga teng bo'lishi kerak ekan. 3 barobar 3 haqiqatda teng ko'paytirish mumkin ekan. Bu ko'paytirish yuqoridagi formulani eslab qolish qiyin. Buning uchun yana sxema qilingan. A'ni B'ga ko'paytirish mana 2 ni satr bo'yicha amalga oshiriladi. Bu mana qizillar mana 2 ga 4 qo'shamiz, 0 ga 3 ko'paytiramiz, qo'shamiz. Mana C1 elementi, demak, 2 ga 4, 0 ga 3, 1 ga 8. Mana birinchi elementi bo'lib ana bir yozamiz mana. Xo'p, yashillar mana 2 ga 1, 0 ga 2, 1 ga 1. Demak, yozamiz, hisoblaymiz. Mana bu elementi bo'ladi. Xo'sh, uchinchi elementi, demak, uchinchi nimaga o'tamiz? Uchinchi ustunga o'tamiz. 2 ga 0, 0 ga 1, 1 ga 0. Demak, bu
hisoblaymiz, bu 0 bo'ladi. Demak, ana bu birinchi satr elementlari bo'ldi. Birinchi satr elementlari birinchi satr elementlaridan hosil bo'lyapti. Mana bundan ikkinchisini bitta ustunga ko'paytirishdan birinchi ustunga, ikkinchi ustunga va uchinchi ustunga ko'paytirib hosil bo'lyapti. Ana shu demak uchta birinchi qator shunday bo'ladi. Keyin ikkinchi qatorga o'tamiz. Ikkinchi qator ham xuddi shunday bo'ladi mana. Yana xuddi shunday ko'paytirib chiqamiz va yozamiz 6. Birinchi uchtasini yozdik mana. Birinchi qator qolganini o'zlariz ana ko'rib boradi. 4, 6, bu ham 6, 6, 2. Demak ana bu demak ko'paytma matritsa bo'ladi. Buni hozir misol yordamida yana ko'ramiz. Xo'p, ana shunday bo'lar ekan. Javobi mana shunday chiqadi. C11. Endi bu C11larni aniqlash yuqorida formula bilan topiladi. Ana formula, ikkinchi formula bilan C11, C12lar topiladi. Mana. Matrisalar uchun ana bu demak kommutativlik A ni B ga ko'paytirish, B ni A ga ko'paytirishga teng emas. Demak, bu yerda buni e'tiborga olishimiz kerak. Bu demak bir xil bo'lganda ham teng emas, har xil bo'lganda ham teng emas. Demak, har xil bo'lganda ko'paytirish mumkin emas, bir xil bo'lganda ko'paytirish mumkin emas, natijalari bir xil emas bo'lib chiqadi. Mana bu yerda misol keltirilgan A ni B ga teng emas, A ko'paytirilgan B ni B ko'paytirilgan teng emasligini ko'rsatib beryapti. Mana bu yerda misol yordamida mana A ni B ga ko'paytirsak mana bu hosil bo'ldi mana. B ni A ga ko'paytirsak mana bu hosil bo'ladi. Bu ikkalasi bir xil emas, elementlari har xil. Demak, matrisalar teng emas. Demak, ko'ryapsizlar, A ni B ga B ni A ga ko'paytirish mana bu qoida o'rinli emas ekan. Kommutativlik qoidasi o'rinli emas. Mana shu xossalari bor. Xossalari qarasangizlar, gruppalash mumkin. Hech qaysini o'rni almashtirilgan emas mana. Bu yerda ketma-ketlik buzilmaydi. Ketma-ketlik buzilsa, u yuqorida aytganimizdek ko'paytmada kommutativlik buziladi. Shuning uchun mumkin emas. Mana bu yerda ochib chiqqanda ham hammasi demak chapda turibdimi, chapdan ko'paytirilishi kerak. Bu ham chapda turibdimi, chapdan ko'paytirish kerak. Yoki mana birlik matrisa ko'paytirganda faqat bu narsa o'rinli ekan. Mana birlik matrisada A ni Y ga Y ni A ga ko'paytirsangiz o'rinli bo'ladi. Chunki bitta holatda o'rinli bo'ladi. 0 matrisa ko'paytirsangiz 0 bo'ladi matrisasi, A ni ko'paytirsangiz demak o'rinli bo'lar ekan. Xo'p. Endi kvadrat matrisalar haqida, keyin yana kvadrat matrisalarda darajaga ko'tarish amali bor mana. Darajaga ko'tarish amali bu biz o'ylaganda masalan elementlarni emas, daraja. Demak, bu matrisani o'zini o'ziga ko'paytirish. Masalan, A kvadrat deganimiz bu A ni A ga ko'paytirishdan hosil bo'lgan yangi matrisa deganimiz. Mana bu yerda xossalari bor. Mana misol A kvadrat topishimiz uchun matrisani o'zini o'ziga ko'paytirishimiz kerak ekan. Ikki marta. Demak, ana bunday narsa chiqadi. Agar A ni kvadratini olganimizda 9 bo'lishi kerak, to'g'rimi? Yoki masalan mana bu 1 bo'lishi kerak edi. Unaqa emas. O'zini o'ziga ko'paytiryapmiz. O'zini ko'paytirsangiz mana bunaqa matrisa hosil bo'ladi. A kub deganimiz 3 marta o'ziga ko'payadi. A kvadratni A ga ko'paytirishimiz kerak. Mana bunaqa matrisa hosil bo'ladi. Shuning uchun kvadrat matrisada darajaga ko'tarish amali bu har nechta daraja bo'lsa shuncha marta o'zini o'ziga ko'paytirish deganimiz ekan. Hop. Endi bu yerda misollarga keltirilgan. Unda transponerlash degan amali bor. Demak, bu transponerlash amali bu matrisaning demak satri bilan ustunini almashtirish. Bir-biri bilan almashtirsangiz, demak, bunaqa qoida bu transponerlangan matrisa deyiladi. Buni demak A, T deb qo'llanadi. A bunaqa daraja T deb nima qilsangiz ham bo'ladi. Demak, bu M ko'rsagan matrisa Mn bo'lib qoladi mana. Ana 3-2 bo'lsa, transponerlasak 2 ga bo'lib qoladi mana. 3 ta satr, 2 ta ustundan iborat edi mana. Bunaqa demak, transformlasak 2 ta satr, 3 ta ustundan iborat bo'lib qoldi. 3 ga 2, 2 ga bo'lib qoldi. Xossalari mana. 2 marta transformlasak o'ziga teng. Ana bu transformlasak demak bu songa tegishli emas. Yig'indini transformlasak demak har birini transformlab keyin qo'shib ayirishga teng. A ni B ga ko'paytirib transformlasa B, T ko'paytirilgan almashar ekan joyi bergan. Transformlasak almashadi. Bundan simmetrik matrisalar bor. Demak, transformerlangan o'ziga teng bo'lsa simmetrik bo'ladi. Kosa simmetrik degani bor. Demak, bu minusiga teng bo'lsa kosa simmetrik deyiladi. Va hammasini bilan misollar bilan keltirgan. Demak,
simmetrik matritsa mana simmetrik bu bunga ko'ryapsan simmetrik bir-biriga mana bu bo'yicha yopsak bir-birini ustiga tushadi mana bu simmetrik deyiladi shu uchun 7 2 -1 tushadi. Endi bu yerda kosa simmetrikda demak bu ishorasi o'zgaradi mana. Tushadi ishorasi o'zgaradi, tushadi ishorasi o'zgaradi. Tushadi ishorasi kosa simmetrik deyiladi. Ana shunaqa qilib